Assalomu alaykum, hurmatli YouTube ishqibozlari. Mana so'rilarimizda obzorga qo'ygandik. Mana akalar xudo xolasa bizni kuzatib borishar ekan. Surxondaryodan bir akalar kelishibdi. O'zlari ozgina videoga tushgani hijolat qilishdi. Bir ikki og'iz suhbatlarini olamiz. Mana aka. Assalomu alaykum. Mana karot ko'rgali keldik. Zo'r karotlar bor ekan bu yerda. Sifatli. Biz nimasini ham ko'rdik, sifatini. Ko'l bilan urib, yonboshini kirgizib nima qilyapti? Mustahkamligi. Xullas aka, siz o'zingiz hijolat qildingiz, kameraga tushgani shu yerda ko'rib turgan narsalaringiz, misol videoda boshqa ko'rinadi, rasmda boshqa ko'rinadi deydi ko'pchilik, realni siz ko'z bilan ko'rib turibsiz, haqiqatan yaxshimi, sifati? Yaxshi, sifati yaxshi ekan. Sifati yaxshi ekan. Ular uchun bir realni mana shu Surxondaryo qayeridan hali bu? Surxondaryo Sho'rchidan. Surxondaryo Sho'rchidan kelishibdi akalar. Mana shu karotni akam olamiz deydi. Bu sotilib ketgan ekan, ha. Hozir qo'ydik, hozir sotilib ketib qoldi. Endi boshqa xudo xolasa zakaz qilamiz xudo xolasa. Bundanmi bir tanlashadi. Nasib bo'lsa, xudo xolasa. Aka, rahmat sizlarga ham, xudo xolasa ishlaringizga omad, sog' bo'linglar. Mayli aka, charchamang, salomat bo'ling. Akalarga ham bitta like bosib qo'yasizlar. Endi ozgina kameradan hijolat qilishdi. Xudo xolasa obunachilar kimga kerak bo'lsa aytaverasizlar. Mana akalar o'zlari Sho'rchidan kelishibdi. Shunday. Mana akalar, mana. Mashinada kelishibdi, Isuzu'da mana. Ozgina hijolat qilishar ekan kameradan. Hurmatli obunachilar, bizga obuna bo'lib, like bosib, videoda Surxondaryoga tashab qo'yasizlar xudo xolasa. Vohaga ham, boshqaga ham 12 ta viloyat kelishilgan holatda dastavka xizmatlari bor. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.